Microsoft Word. Bismillahirrahmanirrahim. Ta bizda clipboardni xalos qilamiz. Aytadi biz ham clipboard ichiga aslan kori nima uchun istifoda bo'ladi? Cut, copy, paste. Shunaqa emas. Boshqa koriga yo'q. Ya masalan formattingni cut, copy, paste qilasiz. Rangni yoki bor agar siz copy paste qilaman desangiz xatni o'zini. Copy qachon istifoda bo'ladi? Kijoka bakor bo'lsa, cut qachon istifoda bo'ladi? Balangan bakor emas, tagar bo'lsa. Cut qilmoq ham 4 tariqasi bor, masalan aytdim, copy qilmoq ham hamchinin bizda nechta tariqa bor edi, to'xtaylik. Biroz bizlar o'qiymiz font. Qarang, har unvonda tagiga qo'yilgan har nimani ribbonni tagiga bir unvon, o'sha unvonga irtibot bor. Font bizlarga nima uchun itloq beriladi? Xatni aytasizmi? Ya'ni bizlar veroyshaga format xat qilamiz desak, fontga kelamiz. Lekin fontga siz buni format qilaman deysiz. Fontga agar format qilaman desangiz, boyada ham yana bizlarga fontni nima qilmoq kerak? Intihob qilmoq. Nima uchun? Font bir jumla, bir kalima, bir harf qaysini siz format qilmoqchisiz bor. O'shanchaning ba'd sizga zaratli ba'd nima ish qilsay, intihob qilsay. Masalan bizda bitaymiz, this is a book. Vaqtga this is a book siz bitta. Siz xohlaysizmi bookni rangini change qilaman. Saymi? Tag'yir beraman va g'ayra. Ba'd siz bookni o'zini nima ish qilsangiz, intihob qilsangiz. Say bo'ldi? Vaqtga bookni siz intihob qildingiz, ana endi xohlaysiz siz bookga tag'yirot, rangini, stilini va g'ayrasini men tag'yir beraman desam, yamchon forsi tilgan borib, siz adasiz e'lon nasalik va g'ayra xat intihob qilaman desam, bizdagi fonti jumlasiga qayerga bor? List font bor. Ko'rasiz, list fonti ichiga borasiz, list font ichiga bizdagi bergan xatlar bor. Har qism stil, dizayn, xatni intihob qilasiz, shu yerga mavjud. Va sizlarga ma'lumki, bu font qayerdan birga vasl bo'lgan, link bo'lgan Windows'ning ichidagi font ham control panelga va folder font. O'shaning ichiga qancha font izofa qiling, shu yerga mavjud bo'laveradi. Agar sizning kompyuteringizga Eron nastaliq yoqsaymi, Office'ni nasib qildingiz. Eron nastaliq yoqdi. Kelib shu yerga agar Eron nastaliq taylayman desangiz, bu Eron nastaliq o'zingizga ma'lum oydi jumlasiga keladi. Shunday emas. Berkening oydi jumlasiga. Eron nastaliq. Ko'rasiz Eron nastaliq xatini. Eron nastaliqda agar siz forsiga biting, masalan direct shuni siz forsi qiling. Masalan buni intihob qiling, kattaroq qiling soyzini siz Eron nastaliqni ko'ring nima sizning. Ko'rasizlar bu xatni. Forsiga bizda bitdik. Saybolda bu xatni Eron nastaliq. Agar shu font sizning kompyuteringizga yoqdi, nima ish qilasiz? Enaqa uni oykani keladi, borasiz copy olasiz, USB flashingiz ichiga bo'lsa. Borasiz copy olasiz, USB ni qocharini bilasizmi, copy olmog'ini. Kelasiz control panel ichiga, bizdagi bir folder bor, banomi font otga ko'rasiz. Font ichiga keltirganlari nima ish qilasiz? Rost klik paste. Paste qilasiz, kelib Word ichini ko'ring, Word ichiga o'shirgan qabul taqdirda. Qanday rost klik, mana shu yerga qarang, xorijoga rost klik qiling, bega bizga paste ko'rinadi. Ko'rasiz? Paste qiling, font Eron nastaliqning ichiga paste bo'ladi. Agarchi USB ni ichiga siz topib kelgan bo'lsangiz. Ha, agar fontning o'zini setabi bor, bizdagi bozordan sotib oldi, CD-sini fontini beraman bozorga boring, mavjud bo'ladi. Setabi bor, klik qildi, setab o'zi copy qiladi, u ham direction copy qiladi. Chunki Windows bir folder bor degan. Setab ham copy qildi, shu yerga copy bo'lib o'tdi fontlar, past kelib yana ham shu list ichiga shu fontlarni otini topib olasiz. O'z xudiga kelib shuning ichiga nasib etgan. Ana qarang, mana shular hammasi forsi tilga xatlar bor, ko'rasiz? Mavjud har style, har system symbol, mana bu xatga qarang, forsidan ko'rasiz. Mana shular hammasi forsi tilga bizlarga mavjud bu xat. Stylelar qo'yilgani. Nasx olasiz, bu shakl xat olasiz. Buni ham olasiz, o'rniga xat biting qarang nima raqam. Ko'rasiz? Say bo'ldi. Bildingiz? Agar yana xususan uning rangini qizil qilsangiz, endi shaklga xat ko'p bo'lar ichiga. Bu xat men oldimga bordi. Setamni men nasib qilaman. Siz oladingiz yo bozordan topasiz, yo agar bakoringiz bo'lsa men oldimga mavjud, agar USB ga olib ketasiz, fonti bor yana. Xo'p? To'g'ri, senga yo'q deysiz. Yo'q, chunki men nasib qilaman menga mavjud font. Xo'p, fontni bildiz nima raqam xatga dizayn bermoqlayni. Saybildi, o'rgandingiz. Xo'p, kor. Degan xatdagi men soyzini katta qilaman desam, men bu xatni nima qilsam? Intihob. Xat soyzi qanday katta bo'ladi? Lekin bu yerdan intihoda qanchagacha bor?
72. 72 vaqaga katta qilaman desangiz quloq soling inoga. Siz shu gap biting. Katta, undan ham katta qilaman desangiz nima qilasiz? Xatni bitiysiz. To qanchagacha boradi bizdagi xat katakonli inoga qarang bizdaga boradi 1638 undan katta bo'lmaydi. Xatimizning intihosi bu agar men qarang 38 emas, shuni men 1640 qilay. Bot qancha bo'lsin deydi. 1638 birdan kichiyib 1 bo'ladi. Intiho kattakonisi qanchagacha 1638 pointgacha bot font bizdaga nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Uni ziyofa bo'lmaydi. Uncha qilsangiz ko'p katta bo'lib ketasiz. Saybildi. Bizdan font qancha katta qilmoqni, masalan men xohlayman shu 100 bo'lsin. Bo'lib ketmish 100 biting. Xatim qancha bo'ldi? 100 bo'ldi. Bildingizmi? Size bitmoqni bega katta qilmoq. Beg'ayrazu siz bunga klik qilib keta olasiz. Ko'radingizmi buni? Nima qilib ketay beradi? Biz 100 da har harakatga 1 point katta qildi. Birisi qancha bo'ldi? 30. Pas bu kichik qiladi 1. Qarang. Ko'radingiz? Saybildi. Va hamchinon keyboard bilan birga inoga mana bu. Keyboard bilan control taqda mana shu qavslarni ko'radingiz. Kichik katta. Ke bizdaga pini ham boshida. Pini ham boshida qavsda nima control tutib baxtakisini bosing qarang nima qilib ketadi. Kichik qilib baqiy ham boshidagini rost tarafdagini bosing bizdaga katta qilib ketadi. Saybildi. Katta qiladi qo'ygansiz xatni tosh yergacha. Saybildi bildingizmi? Bu yerdan ham katta kichik bo'lib ketaveradi, bu yerdan katta bo'lib boraveradi, bu yerdan kichik bo'lib boraveradi. O'shani ham bizdaga bo'sh qiladi. Xo'p, direct bizdaga berga bor change case ortga bir option bor, case'ni tadbiq qilish holati xat. Inoga bu inglizdan boshqa tilga kor bermaydi. Nima uchun? O'ziga ma'lumki bu hurufi katta, kichik. Qaysi zabonga bitiladi? Inglizga. Chunki forsiga hammasi nima raqam? Bar sistemga bitiladi. Shunday emas. Hol masalan siz shu yerga bitasiz, aytib inglizga qilasiz. Aytib this is a book. Xo'p, o'ziga ma'lum shu pilla meniki hammasi nima hurufga bitilgan? Kichik. Siz xohlaysiz men boyat hammasini katta huruf qilsam yo beg'ayrazi siz qonun ingliz bitib o'tiribsiz sizga katta mana caps lock qilmasdan aytdim katta bitidi caps lock qo'lingizdan on bo'ldi hamma hurufni nima qilib ketdi katta hurufga bitdi olish mutobiq qonun inglizgami yo'q bu jumla bitisa avval harf katta mobaqiy hammasini bo'lsa kichik siz buni o'chirib past bitmoq kerak ko'p mushkul tamom bilan yana past oyoq bu kichkina kamgina joy bitilgan agar yana siz bitgan bo'lsa bir katta jumla yo masalan o'n xat bitgan bo'lsa uni hammasini o'chirib yuborib bitmoq mushkul tamom bilan bo'lmaydi siz nima ish qiling word ichiga option qo'ygan Microsoft intihob qiling keling change case'ga change case'ga avval qo'yibdi sentence case matlab case tarixiy nima jumlalar nima raqam bitiladi avval harfi jumlamiz nima bo'ladi katta bitiladi mobaqiy kichik qarang uchun s katakon mobaqasi nimada mayda pas siz shu klik qiling nima raqam bo'ldi avval harfi katakon mobaqasi kichik hurufga agar siz change case ichiga kelib lower case ga qo'ying hammasini bizlarga kichik qiladi yo'q qarang surat hammasi kichik hurufga hammasi kichik bo'lib bo'lmadi yana ham ingliz qonuniga emas chunki avval harf katakon bo'lsa grammarda mutobiq qilgan va agar uppercase yangakida hammasini birdaniga nima qiladi katakonaga xo qaysiga siz tilaysiz capitalize each word har wordni bor katta qilsin bu qonuni title masalan siz ism bitibsiz qo'yismani ammo avval harf nima bo'ladi katakon bo'ladi bos xohlaysiz avval harf katta bo'lsa ol qarang klik qiling avval harf katta emas desni qarang sni qarang ni qarang bni bsni qarang hammasi katta avval harfi va hamchun bizdagi bor toggle case matlabi ki avvali kichik boshqasi katta avval huruflarni qarang kichik qiladi boshqasini katta yana ham ingliz buni tonimaydi sizlar nima uchun inglizning na lug'atiga bor na grammar na spelling siz bir style qo'ysangiz saybildi kesdi bizlarning holatda bo'yicha va hamchinon xatni bizlar agar intihob qilsangiz xatni shunaqa intihob qildingiz qo'yib bardingiz ustiga ham shu narsalar ochiladi inoga sirf nima bizlar buni o'qidik xat bilan intihob bo'ladi ko'radingiz va hamchun bu yerda nima ish qilamiz size'ini katta qilamiz va bu yerdan ham bizlar bunga nima ish qilamiz katta kichik qilamiz boshqasini o'qigani bu bergani bu paragrafda o'qiladi mana saybildi tushdingizlar va hamchun holiki bu yerga bir font va gach font bu yerdan ham bizlarga keriladi boylet numbering uni inshaalloh ustiga qo'yamiz sirf shuncha shularni biling next bizlarga bor bu bu yergacha tamom bo'ldi bu xatni bildingizmi
دیگه برتاگه با clear formatting مطلب که بار من اگر منو دیزاین بردم خط چینج کردم سایز را من کردم بعدن کاتاکام کردم و همچنین خطی هم باشقه بر خط دیگه من انتخاب کردم siz xohlaysiz past avvalgi holatiga men nima kelsin garchi undo inshaalloh o'qiymiz lekin undo bilan boradi lekin qabla zo men xohlaymanki beg'ayr undo formatingizga bir batanga clear qiling bosing hamma formatingizni bayanini beradi avvalda format masalan nima xat so'z katta qilmoqda rang bermoqda shunaqa emas yo mobaqiy boshqa formatimizda bold italic va g'ayra past hammasini bayanini beradi demak avvalgi holatiga boshqa o'sha holatga keltirib bizga qo'yadi saybi bo'lmadi clear formatting design style xohlaydi hop diga formatting ichiga men xat kirib Windows ichiga nima Word ichiga men xat bityapti shuru qilsam mana shakilda ko'rasiz bu avval nima holatga bitadi buni aytadi regular bu qonun xatga bitadi chunki regular shu sistemda agar regulardan change qilasiz bold style va bizdagi intihob qiling fontni bold shakl kiritay semizroq qilib ko'rasiz italic shaklga mislga shikastli fonga kiradi ko'rasiz bu ikki ham bor formattingdan agar regulardan tag'ir bera olamiz bu qonunni degan holatga qo'yamiz bildingizmi bunaqa oson tariqa va hamchun bizlarga bergan mavjud underline masalan siz xatni bittiz xohlaysiz shuni tagiga zer xati ham kelsa underline bo'lsa nima qiling o'sha xatni men xohlaymanki sirf esda tagiga bir underline beray bir nishon bo'ltoqli birodar nishon shuni beradi kelasiz degan nima bu joyga yuni bosing bildingiz bularni shortkatingiz keyboarddan buniki control jama b buniki va control I buniki control U ko'rasiz underline beradi zer xat say yo agar hammasiga beraman desangiz kelib hammasini ustiga intihob qilib klik qiling hammasiga bizga zer xat beradi say bo'ldi so'ra siz zer xatingizda ko'proq ishlayman desangiz yonboshini oching inoq bu xat bor ko'rasiz bu bor bu style bor bu style bor bu style bor va hamchinin buni ichiga rangini imkon bo'lsa savz bermoq qastingiz bor endi qarang rangni tag'ir deyman bu joyga va hamchinin agar siz aytasiz men stylni ham change qilaman double beraman keling bergan bizga mavjud bergan bu shakl har qism xat beraman desa ichiga mavjud va underline ichiga bir option borki more underline inshaalloh bizda more underline da ko'rasiz qayerda ochib kelayotgan bizga font underline asli baxshisi o'sha mana shu joyda qarang underline shuda more underline ham shu boshqa hech narsasi yo'q sirf shu gap bizdaga sirf mana bu yerdan ham ochib kela olamiz so'ng inshaalloh o'rga o'qiymiz yo xat ustiga rost klik qilsangiz ham mana font otiga bizdaga ochilib keladi hop more ni ichiga zarar yo'q chunki ba'zan o'rga kira olamiz sirf shuncha bilingki bizdaga line berdan intihob bo'ladi va line nimasi rangi saybada more font ichiga yana pastga borib takror bo'ladi saybada do'stingiz yoki more dan shu aytib beray sizga xohlasangiz more underline ga boring underline bizga intihob ko'rasiz underline bilan yana stylelar bor bormi ham shu yerga hammasi o'sha style ikkitalik va birtalik va uchtalik va rangi ham shu bas more underline shu sirf shuncha farqi borki bu yerga kelsangiz word only ham bo'ladi matlabi ku bor olish bilan qarang men underline berman spacelargacha fosilalargacha underline bor bormi ham shu bilan siz aytasiz yo fosilaga spacega bo'lmasin faqat har kalimani o'rtasiga tagiga bo'lsin fosilaga underline emas buni qo'ysangiz ham bizdaga okey deng intihob qiling olib qarang men har qancha fosila beray underline bermaydi lekin agar men xat bitsam shu o'rtaga qarang underline beradi fosilaga underline bermaydi ko'rasiz yana matlabi ku bor spacega underline bermaydi wordlarni tagiga faqat underline beradi keyin underline ichiga borib agar more optionga past shu underline baxshi bor style bilan rangi style ichiga shu gap ham bor boshqasi ham misli o'shanda xatlar qo'yilgan ichiga say bo'ldi underline ham bildingizdan va hamchun misli underline bir baxshi degasi ham bizda mavjudki siz aytsangizki men underline berdan no underline qilaman men xohlasam underline bo'lmasa men nima ish qilay colorni ichiga kiring automatic bu rangida agar men underline bakor bo'lmasa men nima qilay shuni endi qanday qilay past shu yunusga klik qiling yuni ko'rasiz Dubara Yunusdan ko'taring o'zi underline yo'q ustiga borib past klik qilsangiz o'zi no underline bo'ladi say bo'ldi yo bo'ldan chiqaraman desangiz tikmor buni ustiga chiqaraman deb past tikmorga ko'taring o'zi chiqib ketadi bosangiz bir qalaga chiqadi say bo'ldi va bittadagi va bizdaga strike out xatni o'rtasidan line beradi misli avval zer xat edi bu zer xat emas ustidan ko'rasiz say bo'ldi amali ko'rib turibsiz ko'zga mana shu ham strike out bizdaga line beradi bildingizmi xo'p dega va hamchinin bizdaga shoyat sizlar ishlagan bo'lsangiz superscript subscript masalan quloq soling siz
ingliz qildingiz, har vaqt forscha bitayman deb zamonda forscha qildingiz, kelib yerdan tag'ir bering directioningizdan. Chunki direction va change bo'lsa. Masalan, men bergan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning otlarini bityaptim. Xohlayman agar men sod, birontalar sallallohu muhaffaf sod qo'yadi. Saymi? Shu sodni o'zini keling strike out demay o'rtasidan oling. Men xohlayman shu sod balanga chiqib to'tazin kichik bo'lib. Intihob qiling, qarang bega bitta bor. Ko'rasiz? Superscript. Control jama, shift jama, jama. Ya'ni matlab shift bilan qo'shib jamani bosasiz. Ko'rasiz qayerga chiqib to'xtadi. Saybilda ko'rgansizlar kitoblarga bir narsa bor. Va hamchon bizdagi shu narsa subscript magar superga bo'lsa tagam kelib to'xtayoladi. Yo biron farsh kitob tagiga keladi, birontasi xohlaydi nimaga balanga qo'ysangiz balanga to'xtaydi. Say superscript va subscript bu balanga chiqaradi qarang xatni yo bironta tavon va g'ayrakti agar yozish ishlaysiz, garchi yozini o'zinikiga bor, qonunidagi asar. Riyozi misliki riyozini siz type qilaman desa jazr kasr va g'ayri o'zi bor. Lekin bu yerda ham superscript subscript bizdagi balanga chiqarib qo'yamiz. Biz tabiagacha xatm, aynan biroz tabiagacha dars xatm korxonaga qarang yana. Bizda vazifa chunki siz ham ishlagan o'qisizlar, men avval birinchi bo'lgan ishlayman, so'ra bundan boshqa o'zlariga ham topshirasay. Biroz siz korxonaga chiqsangiz faqat oson tariqa keling, beja ko'proq oson siz masalan bir furushxona qilsangiz, siz bir davoxonani qilsangiz, bu yerga yo bironta kola furushi va g'ayra. Siz tariqiy stol bering, dizayn ani qanday tutasiz? Men ishlayman, siz qarab bering. Chunki agar men nisbatan sizga o'qib beraversam, bu mushkul tamom bo'ladi sizga. Nima chunki amali qoladi. Ham korxonaga ishlang ustiga va ham nima qiling dars o'qiysiz. Korxonaga bu avval bizda boramiz qarang. Avval boring siz bejaklarni shot ko'rgan bo'lsangiz safhasi kichikdi. Ya'ni bir A4 ga emas bejaklar. Yo'lda doktorlarniki safhasi nima yarim A4. Yarim A4da siz nima ish qilasiz? Enaqa agar xatkash andoza qiling, xatkash. Masalan, sizni qog'ozdan aytasiz, menga bejakga batanish kitobchacha bo'lsin. Saymi? Shu yarim A4. Xatkash avval barini oling qancha santimetr, dom uzunligini oling qancha santimetr. Bu xatkash bilan, xatkashi xorijiy bilan andoza qildingiz, sonra bizdagi page layoutga kiramiz, safhani tayin qilmoq uchun. Qayerga kiramiz? Page layout ichiga bitta bosh pejga kirdingiz, bizdagi bor page setup. Shu chinga keling. Nima bor bizdagi? Page setup. Page setup ichiga klik qiling, sirf bizdagi keling paperga. Qayerga kiramiz? Paperga endi men xohlayman barimini 15 edi. Qancha edi? 15 santimetr. Va uzunligi qancha edi? 20 santimetr. Masalan, shuncha sandoza qilsak xatkash bilan. Va okey dedim. Menga ko'radi safam qancha kichik bo'ldi shu pullar. Men katakon edi. Ya'ni uzunligi bari 15 bo'ldi, uzunligi 20 bir bejakdan o'zasi yarim A4 sizecha bizda gap qaror topdi. Sayva. Xo'p, vaqtga shunchaki bo'ldi. Siz nima ish qilasiz, lekin qarang xat ayni qancha o'rtadan bitiladi. Xoligo bizda ziyofa beramiz. Qarang, barqa tarafga xoligosini ziyofa, vaqtgina qarang xoligosi ziyofa. Men xohlayman shu xoligolarni bitta kamitsam. Yana ham shu page layout ichiga shunga klik qiling, page setup, avval baxshim banomi xoligo deydi. Ko'rasiz? Shu marjani siz 1 santimetr qo'ysangiz ham behtar, bas ziyofasi ziyofa. Chunki biz bir dizayn qilamiz degan. Ko'rasiz, qayerdan pas bor xat avval ayni bergi. Balandam ayni pastga edi. Balandam balanga bordi, baqiyam boshimgacha bor. Beg'ayri azoga marjanga kira olmaysiz, mana shu chinglarni ko'rasiz shuga. O, shuga ko'rsatuvchi bo'ladi, ko'rasiz? Shu yerdan tutib tashlab olasiz. Qarang, mana shu yerdan. Ko'rasiz xat kash uchun. Xoligani kamit olasiz. Saybada, hamchon baxtikina. Chinga keling. Xo'p. Berga chinga keling, chindan nima qiling, o'sha yoqqa keladi, bizdaga ochiladi. Mana shu joyga, mana shu shaklga qarang, ko'rsatuvchi chinga barobar bo'ladi. Xo'p, degan PC'da bizda PC'dan ham bor, bizda shuni nima qilamiz, merjanini kam qilamiz. Bu xil safha kichik bo'ladi. Degan shu PC'da ichiga to'xtab siz bir watermark ham bering. Ko'radingizmi watermarkni dizayningizga? Watermark bir envoniki safhani orqasiga keladi. Watermark ichiga kiring, direct custom watermarkga keling inoga.
watermark ichiga tekstga tikma bering. Mana bu yerga zaboningizda men xohlaymanki zabonim ham farsi bo'lsin. Bega xati farsi bitayman. Matlabi farsi intihob qilmasangiz farsi bitiladi ichiga, xo'p. Men bega bitayman farsiga tashakkur. Masalan, agar bir farsiz nima bilsangiz. Az xarid. Saybada thank you for shopping. Apply qiling. Orqamga o'qishganimda apply qilib sapam betini ko'rasiz, mana raqam keldi. Men xohlayman size kichikroq bo'lsin. Kichiktaring size ana shu. Buni size kattaroq qilib qarab beraverasiz. Okay deb. Saybada toshdingizda mana watermark. Arkasiga taqdimda sustranga o'zi mana shu yerdan olib ko'rasizlar. PC tartibga ikki qildik. Ham bizda soat bu yerdan PC tartibga bordik. Sapani soat vaqtida tag'ir ham bu yerdan oldik. Degan next bizdagi bu company name bakor. Matlab shu nima borasiga. Masalan, men xohlayman insert ga boraman. Qarang, bega olaman word dot company name uchun bu story word da bakoraz insert ichidan borib olyapman. Oling bu yerga bega biting masalan furushgoy birodarim. Xo'p. Mana xabatas size-ni intihob qiling. Kichik qilmoqchisiz bor. Sirf bunga yangi size o'qimadik. Xo'sh. Intihob qiling. Intihob qilgan hunga boring. Undan kelib bu joyga bizga xat size-ni kichikroq qiling. Ko'rasiz? Chunki safa kichik degan. Berga qo'ying. Xatingizni berga olib keling Wordga. Berga qo'ying. Xat kelib formati bu xati ham boshqa ochiladi. Bu xatni. Sonra format ichiga borib bir stol xatki bor, bu yerdan kelib siz intihob qila olasiz. Onga qo'ysa yaxshi. Chunki uncha ziyada stol kerak. Saybel bega qo'y. Ha, bega nima bizga kerak bo'ladi bilasiz, siz taga bitasiz, bu joyga enter mouse. Agar u pastga insan farq qilmaydi, chunki yana past ko'tarimni baringa deb qo'yasiz. Saymi? Ha, past mouse qayerga keldi? Shu yerga-da, past bir enter yo'ling fasila bering bega. Fasila ko'rgan masalan bega bitilgan bo'ladi. Nima ariza kunanda. Bildingiz? Anvoy nima furushgo'yiz bo'lsa, o'sha shaklga bizga bitilgan bo'ladi va g'ayrasini o'zi biting. Xo'p, vaqtga mana bitta pas enter uring. Diga bega keling, siz nima bitasiz? Telefon nomberingizni sayman. Mana qarang 077 masalan Say, bir telefon nomber ya fasili berib digaga telefon nomberingiz bo'lsa Xo'p, men xohlayman bular Word tarafga bunda ketamiz. Shular bilan birga bir simbol bakorki telefonda aksi kelsin. Kursoringizni o'sha yerga qo'ying. Qo'yganingizdan har bizdagi insert degan ko'rdingiz. Shu oxir cho'qqa simbol bor. Simbolni ko'rasiz. Simbolni ichiga more simbolga borasiz. Chunki men o'zim ketaman, sizga borasiz more symbol. More simbolni ichiga simbol ochiladi. Simboldan siz borib last oxir cho'qqa 1 2 which ko'rasiz oxir cho'qqa boringiz-ni. Hammasini oxirga eshitib boring. 1 2 3 4 5 lamchini intihob qilingki, banomi Wingdings. Wingdings oxir agar baqqa bo'lsa, baranga chiqarib keling. Avvaliga bizda nima bor? Telefon. Inserting, telefon bizda insert. To'shtis va hamchon bergan qo'ymoqchi bergan kursoringizni keltirib qo'ying. Yana ham simbol ichiga bir qara insert qilgan o'zi berga keldi. To'xtaydi, dumbar insert qiling. Chunki kursor vaqt qiladi. Pasmay kursor bot yurtib borsin. Insert. Say bo'ldi. To'shdingizlar? Xo'p, buni pas save qilaman. Masalan, men dokumentga bordim, bega botga save qilaman. To begajak xalos bo'ldi. Diga qarang. Bega nima keladi? Ismi mushtari. Say nuqtani ko'rgansiz keyboarddan oson tarqamay nuqta berib ketay. Nuqta berib boring. Say bega bitasiz nambari mobile. Pas nuqta berib boring. Bega bitasiz tarix. Nuqta bu.
از این نقطه برسیز صحیح بده داشتیس خلاص آدرس بکاری ماست مشتری اگر آدرس برست اگر این برین ترین بخوانه اگر آدرس نمیتیال است اگر آدرس برماق تاسیس بشه و مثلا ذرات همیار اگر بکته پس رقم بگه قوی بکس بیس بازن قریم برای چوالا صحیح اگر بو پس کارساد من بیر پس اگر بو پس رقم سایز منو یم باشه پر من باسیم وقت چین لادم بره منو برای ما چوالا صحیح و غیره ویرا شویز کنیم خب دیگه بر کار دیگه قالده که بز دیگه نم لیست تیبل بکن نم رقم کلاس انسرت که براست تیبل کلاس انسرت چی تیبل ده صحیح انسرت چی که برای تیبل دن سیز انسرت تیبل کنی یا صرف بدمون انتخاب کنیم این وقتی است چون که مونږ نچ خانه بکار این کارسر خوبه که کارسر تایید کنیم وگه تخته می انسرت که کارسر قیگه تیبل دو شیر کرد این آقا نچ خانه مون داره که بکار قرار اول شماره چون برخانه و تفصیل چون کی خانه تعداد چون وش خانه فیات چونم تور خانه و مجموع چون بیش خانه فقط اگه وزی کتابی بس لیکن منداقه مثلا اینوش تلقین یازی تلقین چک از یکی شورگ کراس قنابل کارسر چون قویم پس کشتلین تگچه صحیح بده شاتس منکته کچی را قلم اندیس از منکته بخراق کشله بیاریم چون که شمارانه که بزدگه نمی براده کچی براده خواه بگه نمه بتماق چسنس تفصیل یا اجناس بدید بران تلا صحیح بده بگه بتیم تفصیل خواه تفصیلی و تصمیم ساتو سوزماق چطور مطلب شفت تتین شفتنن جه شفتنن جه این باز پاتین قریب صحیح بده شفتنن جه و برگه بزدگه نمه بکار تعداد چونکه نیچه دانه بر نرس سالبته مونه مگه تعداد اینن دالور تازن سوز سایز شفتنن جه و بزدگه نمه بار فیات بار فیات خبر هستم بردان هست خنچه براده مطلب بو فیات مناسب و بگه نمه که بکار سره مجموعه صحیح بلده خب واقعا چون که من نمانو وقت را بدم چون سوزه دست سزاگه خواهد است که چی قلم دست است هر قسم چون کسله بزاگه نمه بوله کچی هم بوله و کت اقلت کنزه کت اقلی منو خواهد من با کته کچی را بسیم بشکلی صحیح بلده و آخر چاقه بس دیگه کلیک کنیم دبل کلیک کارسر برگه نده بگه نمی بدلاده نوت صحیح که این نقطه برکنید و فاصله سپیس باز پیدی بریم فاصله برباریم بگه نمی بدلاده مجموعه کل و بلنکنه هم اصلا توتال شوگه بدلاده صحیح بلده انشالله سلام یفته بو کارخانه آدرس و از دکن بتیس کته خط زمان یعنی کته بالا را بهترین آدرس که جای ویب سیف enough today